Assalomu alaykum azizlar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntiraman. Uy joyingiz, kvartirangiz yoki hovlingiz qarz, kredit, ipotek, garov, noqonuniy qurilish yoki kadastrdagi xatolar sabab tortib olishi mumkinmi? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki ko'pchilik uyim o'zimniki, hech kim tegolmaydi deb o'ylaydi. Lekin hujjatda bitta xato, kredit shartnomasida bitta band. Sud qaroriga e'tiborsizlik yoki kadastrdagi muammo keyin juda katta yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nimalar o'zgardi? Kimlar xavotir olishi kerak, kimlar tinch yurishi mumkin va eng muhimi hozirdan nima qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamlar muammoga tushib bo'lgandan keyin kerak bo'lib qoladi. Men birinchi navbatda vahima emas, aniqlik beraman. Uyingizni tortib olishadi degan gapni hamma bir xil tushunmasligi kerak. Davlat yoki kreditor kelib hech qanday asossiz ogohlantirmasdan sudsiz uyingizni olib qo'yadi degan gap noto'g'ri. Mulk huquqi qonun bilan himoyalangan. Lekin shunday holatlar bor. Agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa, ipoteka qarzi to'lanmasa, soliq yoki boshqa katta qarzlar bo'yicha sud qarori chiqsa, uy noqonuniy qurilgan bo'lsa, kadastr hujjatlari noto'g'ri bo'lsa, yer ajratish hujjati yo'q bo'lsa yoki uy boshqa birov nomida bo'lsa, unda mulkni majburiy sotish, bo'shatish yoki bekor qilish masalasi yuzaga kelishi mumkin. Oldin ko'p odamlar qarz masalasi jiddiy qaramas edi. Masalan, bankdan kredit oladi, uyini garovga qo'yadi. Keyin baribir uyimni olishmaydi. Bolalarim bor, oilam bor deb o'ylaydi. Yoki kimdir hovli quradi, lekin kadastr qildirmaydi. Mahallada hamma shunday qurgan deydi. Yoki odam notarius orqali oldi sotdi qilmasdan tilxat bilan uy sotib oladi. Mana shu holatlar avval ham xavfli edi. Hozir esa jarayonlar raqamlashtirilgani, kadastr va ijro tizimlari bog'lanayotgani, elektron auksionlar ishlayotgani sababli bunday xato tezroq ko'rinib qoladi. Eng muhim o'zgarish shundaki, endi qarz, garov, taqiq, kadastr, ijro hujjatlari, sud qarorlari bo'yicha ma'lumotlar oldingidek qog'oz papkalarda yotib qolmaydi. Ko'p jarayonlar elektron tarzda nazorat qilinadi. Agar uyingizga taqiq qo'yilsa, oldi sotdi qila olmaysiz. Agar garovda bo'lsa, bank roziligisiz sota olmaysiz. Agar ijro ishi ochilgan bo'lsa, majburiy ijro byurosi hisoblaringizni, mol-mulkingizni tekshirishi mumkin. Agar uy noqonuniy qurilgan deb topilsa, uni qonuniylashtirish yoki buzish masalasi ko'tarilishi mumkin. Birinchi toifa ipoteka yoki garov va kredit olganlar. Masalan, siz bankdan 300 million so'm kredit oldingiz va hovlingizni garovga qo'ydingiz. Shartnomada to'lov muddati har oy 5 million so'm deb yozilgan. Dastlab 10 oy to'ladingiz, keyin ish joyingizda muammo bo'ldi va 6 oy to'lamadingiz. Bank sizga ogohlantirish yuboradi, penya hisoblaydi, keyin talabnoma beradi. Agar kelishuv bo'lmasa, bank sudga murojaat qilishi yoki shartnomada nazarda tutilgan tartibda garovdagi mulkka undiruv qaratishi mumkin. Natijada uy auksionga chiqarilishi ehtimoli paydo bo'ladi. Bu yerda eng katta xato. Odam bankdan qochadi, telefonni ko'tarmaydi, xatni olmaydi. Men ko'p ko'rganman. Aynan shu narsa muammoni kattalashtiradi. Bank bilan vaqtida gaplashgan odamga restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish, foizni qayta ko'rib chiqish kabi variantlar berilishi mumkin. Lekin sukut saqlagan odam sud va ijro bosqichiga o'tib ketadi. Ikkinchi toifa uyini boshqa birov nomiga rasmiylashtirib qo'yganlar. Masalan, oila pulni birga yig'adi. Lekin uy aka nomiga, qaynota nomiga yoki ishonchli odam nomiga o'tadi. Keyin o'sha odamning o'zida qarz chiqadi. Uning kreditori sud orqali uning nomidagi mulkka talab qo'yadi. Siz bu uy aslida meniki, pulini men berganman desangiz ham, hujjatda kim mulkdor bo'lsa, tizim o'shani ko'radi. Tilxat, og'zaki kelishuv, qo'shnilar guvohligi har doim ham sizni qutqarmaydi. Shuning uchun mulkni kimning nomiga rasmiylashtirayotganingizni juda jiddiy o'ylang. Uchinchi toifa, kadastr hujjati yo'q yoki hujjati chala uy egalari. Misol uchun siz 8 sotix yerda 1020 kvadrat metr uy qurgansiz. Lekin kadastrda eski 6 kvadrat metr imorat turibdi. Keyin qo'shimcha xona, do'koncha, ombor yoki ikkinchi qavat qurilgani kiritilmagan. Bugun hech kim so'ramayotgandek tuyuladi. Ammo ertaga uy sotmoqchi bo'lsangiz, meros rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, bankdan kredit olish uchun garovga qo'ymoqchi bo'lsangiz yoki hududda tekshiruv bo'lsa muammo chiqadi. Hujjatda yo'q qurilish qonuniy qurilish hisoblanmasligi mumkin. Bunday joyda jarima, qonuniylashtirish talabi yoki ayrim holatlarda buzish talabi yuzaga keladi. 4-toifa.
kommunal soliq aliment yoki boshqa sud qarzlari yig'ilib qolganlar. Ko'pchilik uyim uchun emas-ku, aliment qarzim bor. Uyga nima aloqasi bor deb o'ylaydi. Lekin sud qarori bilan undiriladigan qarz bo'lsa, ijro organlari qarzdorning mol-mulkini aniqlashi mumkin. Albatta, qonunda ayrim mulklar himoyalangan bo'lishi mumkin. Ayniqsa yagona turar joy masalasida alohida qoidalar bor. Lekin agar uy garovda bo'lsa, qarzdor bir nechta uyga ega bo'lsa, mulk tijorat maqsadida ishlatilayotgan bo'lsa yoki boshqa maxsus holatlar bo'lsa, xavf kuchayadi. Masalan, odamning bitta yashab turgan kvartirasi va yana ijaraga berib qo'ygan ikkinchi kvartirasi bor. Qarz katta bo'lsa, undirib avvalo daromad hisoblar avtomobil boshqa mol-mulkka qaratiladi dedi. Lekin ikkinchi uy ham xavf ostida bo'lishi mumkin. 5-toifa noqonuniy yer egallab uy qurganlar. Bu eng og'ir holatlardan biri. Men 10 yildan beri yashayman. Elektrga ulanganman. Mahalla biladi. Soliq to'laganman degan dalillar har doim ham mulk huquqini isbotlamaydi. Yer ajratish qarori, kadastr, qurilishga ruxsat, foydalanishga qabul qilish kabi hujjatlar bo'lmasa, uy bilan bog'liq xavf saqlanib qoladi. Ayniqsa yo'l, kanal, elektr tarmog'i, gaz quvuri, davlat zaxira yeri, qishloq xo'jaligi yeri yoki muhofaza zonalarida qurilgan imoratlar juda xavfli. Endi kimlar tinchroq bo'lishi mumkin? Agar uyingiz o'z nomingizda bo'lsa, kadastr hujjatlari to'liq bo'lsa, garovda bo'lmasa, taqiq yo'q bo'lsa, kommunal va soliq qarzlaringiz nazoratda bo'lsa, yer va imorat hujjatlari bir-biriga mos bo'lsa, sizda xavf ancha past. Lekin past degani umuman tekshirmayman degani emas. Men har bir uy egasiga yiliga kamida bir marta hujjatlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Real hayotdan yana bir misol. Bir fuqaro daradan 2 million so'mlik hovli sotib oladi. Notariusga bormaydi, sotuvchi bilan tilxat qiladi. Pulni oldim. Uy seniki deb yozdiradi. Oradan 2 yil o'tib, sotuvchining bankdan 200 million so'm qarzi chiqadi. Uy hali ham sotuvchi nomida. Bank va ijro tizimi uchun bu uy sotuvchining mulki. Xaridor esa sudma-sud yuradi. Pul berganini isbotlashga harakat qiladi. Agar u oldi sotdini o'sha paytda notarius orqali qilganda, kadastrdan o'tkazganida bu muammo bo'lmas edi. Yana bir misol, oila 20 yil oldin qurilgan hovlida yashaydi. Otaning nomida kadastr bor. Lekin ota vafot etgan. Farzandlar merosni rasmiylashtirmagan. Keyin farzandlardan biri qarz oladi va mening ulushim bor degan masala chiqadi. Yoki boshqa farzand uy sotilishiga rozi bo'lmaydi. Mulk huquqi aniq bo'lmagani uchun oila ichida sud nizosi boshlanadi. Shuning uchun merosni vaqtida rasmiylashtirish ham uyni himoya qilishning bir qismi. Birinchi nozik jihat yagona uy masalasi. Ko'pchilik bitta uyim bo'lsa, hech kim tega olmaydi deydi. Bu gap ma'lum holatlarda to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin hamma vaziyatda emas. Agar sizning yagona uyingiz ipoteka yoki garov predmeti bo'lsa, ya'ni aynan shu uyni garovga qo'yib pul olgan bo'lsangiz, bankning huquqi kuchli bo'ladi. Chunki siz shartnomaga imzo qo'ygan paytda uy qarz ta'minoti ekanini tan olgansiz. Shuning uchun yagona uy degan dalil garov shartnomasini avtomatik bekor qilmaydi. Ikkinchi nozik jihat. Voyaga yetmagan bolalar ro'yxatda turishi. Ayrimlar uyda bolalar propiskada, demak uyni olisha olmaydi deb o'ylaydi. Bolalarning huquqlari albatta himoya qilinadi. Ularni ko'chirish, yashash joyi. Vasiylik organlari masalasi alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin ro'yxatda turish mulk huquqi degani emas. Agar ota-ona uyini garovga qo'ygan bo'lsa va qarzni to'lamasa, bolalar ro'yxatda turishi jarayonni murakkablashtirishi mumkin. Lekin har doim to'liq to'xtatib qo'ymaydi. Uchinchi nozik jihat er-xotin mulki. Nikoh davomida olingan uy ko'pincha umumiy mulk sifatida ko'riladi. Hatto hujjat faqat er yoki xotin nomida bo'lsa ham, agar uy sotilsa, garovga qo'yilsa, yirik bitim qilinsa, turmush o'rtog'ining roziligi talab qilinishi mumkin. Lekin amaliyotda odamlar ba'zan rozilik mazmunini tushunmasdan imzo qo'yadi. Keyin men bilmaganman deydi. Shuning uchun notariusda imzo qo'yishdan oldin har bir bandni o'qish kerak. Agar siz turmush o'rtog'ingizning kreditiga kafillik bersangiz yoki uy garovga rozilik bersangiz, bu oddiy qog'oz emas. Kelajakdagi katta majburiyat bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat kafillik. Siz do'stingizga yoki qarindoshingizga faqat imzo kerak ekan deb kafil bo'lasiz. U 1 million so'm kredit oladi. Keyin to'lamaydi. Bank sizdan ham talab qilish huquqiga ega bo'ladi. Agar sizning o'z nomingizda uy, mashina yoki hisobingizda bo'lsa, qarz sizga ham kelishi mumkin. Kafil bo'lish qarz olgandek mas'uliyatli ish. Men odamlar faqat uy egasi bo'lgani uchun emas, kafil bo'lgani uchun ham mulki xavf ostida qolganini ko'p ko'rganman. 5-nozik jihat auksion narxi.
Agar uy majburiy sotuvga chiqsa, u bozordagi eng yaxshi narxida ketmasligi mumkin. Masalan, sizning hovlingiz bozorda 6000 million so'm turadi. Lekin baholash auksion talab kamligi sabab 150 million yoki undan ham pastroq narxida sotilishi ehtimoli bor. Qarz, penya, sud xarajati, ijro xarajati ushlab qo'linadi. Oxirida siz qarzdan qutulgandek bo'lasiz, lekin yillar davomida yig'gan mulkingizdan ayrilasiz. Shuning uchun ish auksiongacha bormasdan oldin harakat qilish eng to'g'ri yo'l. 6-chi nozik jihat, taqiq va band. Ba'zan uy sizniki, lekin ustida taqiq turadi. Siz sotmoqchi bo'lasiz, notarius taqiq bor deydi. Taqiq sud tomonidan, ijro organi tomonidan, bank tomonidan yoki nizoli ish doirasida qo'yilgan bo'lishi mumkin. Odamlar buni uy sotiladigan paytda bilib qoladi. Aslida esa kadastr ma'lumotlarini oldindan tekshirish mumkin. Agar taqiq asossiz bo'lsa, uni olib tashlash uchun ariza beriladi. Agar qarz sabab qo'yilgan bo'lsa, qarzni yopish yoki kelishuv qilish kerak. 7-chi nozik jihat. Davlat va jamoat ehtiyoji uchun yer olib qo'yilishi. Bunday holatda ham tartib bor. Kompensatsiya, baholash, rozilik, ko'chirish, teng qiymatli mulk yoki pul masalalari ko'riladi. Lekin amaliyotda odam hujjatlari to'liq bo'lmasa, kompensatsiyani olishda qiynaladi. Masalan, uyning kadastrida 70 kvadrat metri bor. Aslida 1060 kvadrat metr qurilgan. Kompensatsiya hisobida faqat hujjatdagi qism tan olinishi xavf paydo bo'ladi. Shu sabab noqonuniy qo'shimchalar odamga keyin katta zarar qiladi. Endi eng muhim qism, hozir nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, kadastr hujjatlaringizni tekshiring. Qo'lingizda kadastr pasporti, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, yer ajratish hujjati, oldi sotdi yoki hadya shartnomasi, meros guvohnomasi bo'lishi kerak. Hujjatdagi manzil, yer maydoni, uy maydoni egasi, ulushlar, qo'shimcha qurilmalar amaldagi holatga mosmi? Tekshiring. Agar uyda qo'shimcha xonalar qurilgan bo'lsa, ularni qonuniylashtirish imkoniyatini so'rang. Ikkinchi qadam, uyingiz ustida taqiq, garov yoki band bor yo'qligini aniqlang. Buning uchun kadastr organlariga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli elektron xizmatlarga murojaat qilish mumkin. Notarius orqali bitimdan oldin ham tekshiriladi. Lekin siz bitim qilmasangiz ham oldindan bilishingiz foydali. Agar garov borligini unutgan bo'lsangiz, bankdan ma'lumot oling. Agar taqiq chiqsa, kim qo'yganini, qaysi ish bo'yicha qo'yilganini aniqlang. 3-chi qadam, kredit va qarzlaringiz bo'yicha jadval tuzing. Qancha asosiy qarz bor, qancha foiz, qancha penya, nechta oy kechikkan, bankdan nechta ogohlantirish kelgan, hammasini yozib chiqing. Agar kechikish bo'lsa, bankka yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada shunday mazmunda yozing. Moliyaviy holatim vaqtincha yomonlashgani sabab to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqishingizni, muddatni uzaytirishingizni yoki penya bo'yicha yengillik berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada bering. Bir nusxasiga qabul qilingan sanani qo'ydiring yoki elektron yuborsangiz tasdiqni saqlang. 4-chi qadam, suddan kelgan xatlarni e'tiborsiz qoldirmang. Eng katta xato shuki, odam sud chaqiruvini olmaydi, bormaydi. Bormasam ish bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aksincha, ish sizsiz ham ko'rilishi mumkin. Sudga borsangiz, qarz miqdoriga e'tiroz bildirish, penya kamaytirishni so'rash, kelishuv bitimi tuzish, to'lovni bo'lib amalga oshirishni so'rash imkoniyatlari bo'ladi. Bormasangiz, bu imkoniyatlarni boy berasiz. 5-chi qadam, majburiy ijro byurosidan xabar kelsa darhol boring. Ijro hujjati bo'yicha qarzdor bo'lsangiz, ijrochini dushman deb ko'rmang. U qonun doirasida qarorni bajaradi. Siz undan ish raqamini, qarz miqdorini undirish asosini, to'lov rekvizitlarini, ixtiyoriy to'lov muddati bor yo'qligini so'rang. Agar qarorni bilmasangiz, nusxa oling. Agar qarz noto'g'ri hisoblansa, shikoyat tartibini so'rang. Muhimi, yashirinmang. 6-chi qadam, notarial bitimlarni faqat rasmiy qiling. Uy sotib olayotganda tilxatga ishonmang. Sotuvchi haqiqiy mulkdormi? Uy garovda emasmi? Taqiq yo'qmi? Turmush o'rtog'i rozimi? Merosxo'rlar muammosi yo'qmi? Kommunal qarzlar qanday? Hammasini tekshiring. Pulni berish tartibini shartnomada aniq ko'rsating. Avval pulni ber, keyin rasmiylashtiramiz degan taklif juda xavfli. 7-chi qadam, meros masalasini cho'zmang. Ota-onangiz vafot etgan bo'lsa, uy hali ham ularning nomida turgan bo'lsa, merosni rasmiylashtiring. Buning uchun notariusga murojaat qilasiz. O'lim guvohnomasi, qarindoshlik hujjatlari, kadastr hujjatlari, ariza kerak bo'ladi. Merosni vaqtida qilmaslik keyin aka-uka, opa-singil o'rtasida katta nizolarga olib keladi. 8-chi qadam, agar uy noqonuniy qurilgan bo'lsa, vaziyatni yashirmang, huquqiy yo'l izlang. Tuman hokimligi, qurilish bo'limi, kadastr organlari,
davlat xizmatlari markazi orqali qonuniylashtirish imkoniyatlari bor yo'qligini aniqlang. Barcha holatda imkoniyat bo'lmasligi mumkin, lekin oldindan bilish yaxshiroq. Ayniqsa uy muhofaza zonasida yo'l yoki kommunikatsiya hududida bo'lsa, xavf juda yuqori bo'ladi. 9-qadam har bir ariza va javobni yozma saqlang. Og'zaki va'da huquqiy himoya bermaydi. Bank bilan gaplashdingizmi? Yozma ariza qoldiring. Kadastrga bordingizmi? Yozma javob oling. Ijrochi bilan kelishdingizmi? Hujjat shaklida rasmiylashtiring. Ertaga nizo chiqsa, aynan shu qog'ozlar sizni himoya qiladi. 10-qadam. Katta qaror oldidan mutaxassisga murojaat qiling. Uy garovga qo'yish, kafil bo'lish, ulush sotish, merosdan voz kechish, ishonchnoma berish, oldi sotdi qilish oddiy ish emas. Bir soatlik maslahat ba'zan sizni bir umr yig'gan uyingizdan ayrilishdan saqlaydi. Demak, azizlar, uy joyingizni hech kim asossiz olib qo'ya olmaydi. Lekin qarz, garov, ipoteka sud qarori, ijro ishi, noqonuniy qurilish, kadastrdagi xato yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan bitim bo'lsa, xavf real bo'ladi. Eng xavfli narsa qonunning o'zi emas, odamning beparvoligi. Xatni ochmaslik, shartnomani o'qimaslik, hujjatni tekshirmaslik, qarzni yashirish, keyin ko'ramiz deb yurish. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq uy hujjatlaringizni olib chiqing, kadastrni tekshiring. Garov yoki taqiq bor yo'qligini aniqlang, qarzlaringizni tartibga soling. Agar muammo chiqsa, qo'rqmang, lekin kechiktirmang. Vaqtida qilingan bitta ariza, bitta tekshiruv yoki bitta maslahat uyingizni saqlab qolishi mumkin. Sizning fikringiz qar? Ipoteka, garov yoki ijro bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir uy egasiga kerak.